Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari. Navbatdagi videomizni Andijon mashina bozoridan Spark avtomobillaridan boshladik. Birinchi avtomobilimiz 2013-yil 218 ming yurgan ekan. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, motorimiz Toshkent motori ekan. Podramnik, choklari, ustiletirlar, xullas gazlari bor, konditsioner, ABS yo'q ekan. 2013 ga 218 ming yurgan akalar. Toshkent motor. Balonlari, balon akalar yaxshi holatda. Saloni. Linoni yo'q, ko'rik, chexol, ular salon holatlari 318 ming ekan akalar, yurgan akalar. Puli ham yengroq deyishyapti. Nasib qilsa videoga maksimal like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'yamiz. Temir metal, bagajimiz choklari, bu yoqdan ham bir qator chok holatlari akalar. Mashinamizni orqadan bir qator videosi. Xullas, Andijon mashina bozor. Damiz akalar, buguncha kech qolib ketdik. Aka, motor hadoylari yaxshimi? Zo'r aka. Rasvot yo'q-a? Yo'q, rasvot yo'q. Qayerda mashinasi ekan? Asaka aka. Asakani mashinasi. Hadoyda ham ishlari yo'q aka? Hadoyda ham ishlari yo'q ekan. Nima kraskasi-chi? Bor aka, mana shu kirillo'da. Bitta shu kirillo'da. Polnimi yo? Polni aka. Polni, a? Qolgan joyi yaxshi. Qolgan joylari akalarda yaxshi ekan. Narxi qancha deyapsiz aka? Narxi aka 5,5 ming. 5,5 ming kami bor. 5,5 ming. Savdosi bo'ldimi? Bozor so'radim. Bo'ldi, 5 ming berishyapti. 5 mingga berilmadi. Ustiga yursa barakasi ketadi. Variant barter bank yo'llari-chi aka? Bor aka. Variantga kami qancha pullar bo'lsa telefon qilsa? Pullarida. 2,5 ming. Eng kamida 2,5 ming pullar bo'lsa, xullas telefon qilsanglar variantga ham chiqarar ekan. Telefon nomeringiz 94lik 565 5450 ga raqamlarga akalar aloqaga chiqaramiz. Aka, rahmat. Akalar, bozorda holatini ko'rib turibsizlar. Videoga maksimal like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Aka, buni yili nechi ekan? 19. Yurganichi? 180. 180. Bir qator ko'rsatib qo'yaymi aka? Kapotini tortib qo'ying. 19. 180 ming yurgan ekan akalar. Mashinani mana holatini ko'ryapsizlar. Oq rangda. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, motorimiz Toshkent motor. Podramnik, choklari, ustiletirlar, xullas gazlari, ABS, konditsioner akalar hammasi bor ekan. Mashinamiz mana bu yoqdan bir qator ko'rinishi. Balonlari ikisi balonlarimiz disklat taqib, xullas o'rta holatda. Saloni. Mana salon holatlari, qo'yinlar tandirib qo'ygan. Metallarimiz temir metan, choklari, bagajimiz akalar bu yoqdan choklari. Xullas mashinani orqadan mana ko'rinishi. Aka, motor hadoylari yaxshimi? Hamma joyda kamchilik yo'q mashina. Kamchilik yo'q. Rasxod yo'q-a? Nimani? Hadoyda ham ish yo'qmi? Hadoylarda ham. Shu gazini qo'yib, benzinni qo'yib minoladi. Xullas akalar kamchiligi bitta shofyor ekan. Xullas umuman rasxod qilmaysizlar ekan. Olib turib faqat minadigan joyi deyishyapti. Qayerda mashinasi aka? Paxtavodda mashinasi. Yilanli bo'laveradi. Gen chiqaveradi. Iloji bo'lsa o'tkazib olgani, yo'q. Imkon qizg'ansa, yilani yozib beradi. imkon boricha akalar o'tkazib olganlar yaxshi ekan. Agar nima bo'lsa, bo'lmagan joyiga gen qilib ham minib tursanglar bo'lar ekan. Kraskasi qanaqa aka? Bitta eshigida bor, 3 ta petnosi. Mana shopirda eshigi. Shopir eshigi 3 ta petnosi bor-a? Petno haqiqiy olmacha. Narxi qancha deyapsiz aka buni? 6800 dan chiqib 6800 kami bor. Savdosi bo'ldimi aka? Bozor so'radim. Yo'q, bugun endi. Endi variant barter bank yo'llari-chi? Yo'q, bu naqqa. Faqat naqqa. Faqat akalar naqqa ekan. Telefon nomeringiz 91 600 06 07. 0607. Bunisi ham sizlardanmi aka? Buni ham qo'shib qo'yaylikmi? Onu qo'shib qo'y. G'ofirjon nomeringizni aytdi. Necha aka uni yili? 19. Yurganichi? 19 170 ming yurgan Mokrass Svetdagi akalar 4-paysi avtomat korobka ekan akalar. Avtomat korobka Spark so'ragan akalarimizga. Mashina benzinda yurgan mashina, gaz akalar qo'yilmagan. Mana motorimiz Toshkent motor, podramnik, choklari, ustiletirlar. Xullas boshda aytib o'tdi akalar, gaz qo'yilmagan, xullas benzinda yurib turgan mashina ekan. Balonlar ikisi, balonlarimizdan 4 ta yangi balonga taqilgan akalar. Sparkni avtomat korobkasini so'ragan obunachilarimizga. Minoni yo'q. Ko'riklari, chexollari, mana salon holatlari. Xullas bu yo'llari ham hali akoprintmi deydimi, shunaqalardan qilinib akalar. Monitorlargacha mana ko'ryapsiz taqib qo'yilgan avtomatik korobka, orqa oynalar, tandirovka. Mana bu yoqdan ham bir qator salondan akalar ko'rinishi.
bagaj qismiga kelsak. Gaz yo'q, benzinda yurgan mashina deyish akalarimiz. Turibsizlar, zapaska balon, damkalat kulchullar hammasi bor ekan, gaz qo'yib akalar olib tashalgan ekan. Qanaqadir sabablarga ko'ra mashinamiz hozir benzinda. Orqadan mana bir qator video bor. Aka, motor hadovoyi yaxshimi? Motor Rasxod yo'q, a? Rasxodi akalar yo'q ekan. Qayerda mashinasi? Korobkalari ham zo'r ajrash. O'zimiz tomondan boshim. Bog'shamolni mashinasi. Akalar korobkalari xullas hamma yo'g'i zo'r ekan. Olib turib rasxod qilmaysizlar, faqat minishadi, aka rasxod qilishmaydi. Kirasi kaltilar qanaqa? Kraskalar yuzaki betida 30-40% bor. 30-40% cha betida. Old orqalari akalar pechat ekan. Buni narxi-chi aka? Yengil 7000 dan o'tib berdi. 7000 kami bor. Savdosi bo'ldimi yo'qmi? 6,5 berishdi. 6,5 mingga berilmadi. Ustiga qo'shsanglar akalar barakasi bo'lar ekan. Xullas variant barter bank yo'llari Yo'q, etkizib oladi, faqat narx. Faqat akalar narxga sotilar ekan. Telefon nomeringiz aka? 99 99lik 611 611 63 10. 63 o'na. Aka rahmat, bozoringiz bersin. Akalar eshitdinglar, xullas 6,5 mingga berilmoqda. Ustiga yurishsa, nasib qilsa baraka bo'lib ketadi deyishyapti. Xullas 4-paysi avtomatik korobka deydi. Hozir endi sekin akalardan ham olib harakat qilamiz. Aka, assalomu alaykum. Yili necha ekan? Bir qator ko'rsatib qo'yaman aka. 13 yurganichi? 240 ming ikkinchi paysada. Akalar, DCB Svetli Spark 2013 240 ming. 240 ming dedingiz-a? 240 ming yurgan ekan akalar. Ikkinchi paysiya. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, motorimiz mana ko'ryapsiz, Toshkent motor, panoramanik choklari, utilitlar, xullas mashina propanda ekan. ABS konditsioner yo'q. Konditsioner bormi? Konditsioner akalar bor ekan, o'zlari adashib. Ishlab turibdi ekan. Balonlari yaxshi holatda, linonin ko'rik chiqib, salon holatlari, kakes shunday chiqqan mashina ekan akalar. Bozorga tayinlanmagan, yetmagan, xullas qanday bo'lsa shunday holida akalar chiqqan mashina ekan. Zapaska balonlari. Zapaska balonlari akalar ko'ryapsizlar, zapaska balonlari ham yangi holatda ekan. Mashinamiz orqadan ko'rinishi, mana bu yoqdan ham bir qator akalar video bor. Aka, motor hadovoylari yaxshimi? Yaxshi aka. Rasxod yo'q-a? Rasxod. Hadovoylar yangi qilingan. Ishi yo'q. Qayerda mashinasi ekan? Sharxonda mashinasi. Krasa kaltilari-chi? Kraskasi old eshigi, orqa kirilovda. Old eshik, orqa kirilov. Old orqali pechata, buni udar yo'q-a? Udar kalti ekan. Narxi qancha deyapsiz aka? 5000 kami bor. Savdosi bo'ldimi aka? Bozor so'radimi? Qancha qilish sir bo'lmasa? 45 ga beraman. 4500 ga berilmadi. Ustiga yursa barakasi bo'lib ketadi. Akalar 4500 dollarga berilmabdi. Ustiga yursa barakasi bo'lib ketar ekan. Damas mashinasiga xullas barteri ham bor ekan. Faqat naqdga sotiladimi yo? Variant barter faqat naqdga. Gen chiqaram, gen akalar chiqarar ekan. Telefon nomeringiz? 94lik 136 03 raqamlariga akalar aloqaga chiqaramiz. Aka, rahmat, bozoringiz bersin. Akalar, eshitdinglar, bu mashinamiz 4,5 ming berilmoqda. Ustiga yursa, nasib bo'lsa, barakasida bo'lib ketadi deyishyapti. O'zinglar bozorda holatni ko'ryapsizlarmi mashinani? Aka, assalomu alaykum. Yili necha ekan aka buni? 20. Bir qator ko'rsatib qo'yaylikmi aka? Yurganichi? 167 ming, 20-yil akalar, oq rangda. Xullas, dagi mashinamiz hozir kapotlarni ochib sekin bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana mashinamiz, mana holatlari akalar. 20. Ikkinchi paysida. Motorimiz Toshkent motor, podramnik, choklari, utilitlar, xullas gazlari, ABS, konditsioner, hammasi akalar bor ekan. Balonlarga kelsak, balonlarimiz, to'rtta balonimiz. Ringlon, o'rtacha yaxshi holatdagi balon holatlarimiz. Buni yo'q ko'rik, chexol, yo'q ko'riklar, xullas rullarimiz, multi rul dislarmi, merski rul dislarmi, xullas taqib qo'yilgan ekan. Orqa oynalar tandirovka, stoplarimiz, qalampli stop, metallarimiz temir,
Mana avtomobilda orqadan mana akalar ko'rinishi. Aka motor hadovoylari yaxshi? Umuman ishi yo'q. Motorda xohlagan dokumentlar chiqaverar ekan akalar. Kraskasini ham toza deyishyapti. Qayerda mashinasi ekan? Andijon Shaharda mashinasi. Bu narxini qancha deyapsiz aka? 7000 da ozgina ekan. 7000 ozmoz kami bor. Savdosichi bo'ldimi yo'qmi aka? 66 turist. 6600 ga berilmadi. 300 barakasi bo'ladi. Variant barter bank yo'llarichi aka? 50% puli borga variant bank farqi yo'q. Где-то 3300 puli borga, 3300 puli borga akalar. Variant ham chiqaverar ekan. Telefon nomeringiz aka? 91lik 488 488 73. 73 raqamlariga akalar aloqaga chiqaramiz. Aka rahmat, bozoringiz bersin. Eshitdinglar akalar, 3300 eng kamida 3000 puli borga, xullas variantga chiqaradi. Endi o'zingizlar telefon qilib, gaplashib, kelishib olaverasizlar. Xullas, biz ham endi akalar sekin yo'llarni olib ketyapmiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Yili necha ekan buni? 13. 13. Yurganichi? 290. 293 paysada ekan. Bir qator ko'rsatib ko'raymi? Yo'q, telefon nima qilyapti? Kechasi kunni to'xtatdi. Bu narxini qancha deyapsiz aka o'zi buni? 5600 kami bor. 5600 kami bor. Kraska kaltelarichi? Nomeringizni aytmay qo'yasiz. Kiriloda kraskasi bor, ikki joyda petnos bor. Bitta kirilo, ikkita joyda petnosi bor ekan akalar. Telefon qilib, kechasi ham mana shu akalarimiz telefon qilib berishyapti, ham bezda qilishyapti. Shuni hisobiga akalar, ya'ni kechasi telefon qilmaganinglar yaxshi akalar. Mana olib sotar akalarimiz, moshina sotayotgan akalarimiz, xullas ancha mahv qolishyapti akalar. Mashinani holati, telefon nomerini aytishmadi, ma'lumotlarni bir qator aytib ketdik bozordan endi. Rahmat. Aka, assalomu alaykum. Yili necha ekan aka buni? 13 mi? Yurganichi? 260 ming. Bir qator ko'rsatib ko'raymi aka? Nimaga telefon qilib berishyaptimi? Kechasi ham telefon qiladi. O'z narxini qancha deyapsiz aka? Nomeringizni aytmay qo'yasiz. 57 kami bor aka. 5700 kami bor. Savdosichi bo'ldimi yo'qmi aka? Nima bo'lyapti aka? Krasa kaltelari qanaqa o'zi? Kiriloda kraskasi bor, petnosi bor. Bitta kilo kraska, bitta petnosi bor. Aka rahmat, bozoringizni bersin. Akalar, eshitdinglar, 5700 kami bor ekan. Akamiz nomerini aytmadi endi. Yaxshi muammo, telefon qilib, xullas to'ydirib olishyapti kechasida ham deyishyapti akalar. Shuni hisobiga endi kechasida uni telefon qilmanglar. Endi bo'sh musofirda akalarimiz endi to'g'ri tushunamiz. Ishdan chiqib, u bu qiyinlarcha, vaqtdan allamahal ketadi akalar. Aka, assalomu alaykum. Yili necha ekan aka buni? 19. Yurganichi? 145 ming. Bir qator ko'rsatib ko'raymi aka? 145 ming. Nechinchi paysda aka? 3. 19 akalar. 145 ming yurgan, xullas. Oq rangdagi Spark avtomobilimiz. Mana mashinani holatini ko'ryapsizlar. Endi motor qismiga kelsak. Toshkent motor, podramnik, choklari, usilitrlar, xullas, ABS, konditsioner, gazlari bor. 3-paysada akalar. Balonlar ikkinchi balonlarimiz, to'rtta balonimiz yaxshi holatda. Mana salon. Kovrik, chexollari, xullas monitorlargacha akalar taqib qo'yilgan. Orqa oynalar tandirovka bo'lgan. Mana bu yoqdan ham bir qator ko'rinish. Temir metan choqlar. Bo'ldi aka, xo'p. Pioner kolonkalar taqilgan akalar, mashinamiz mana orqadan bir qator ko'rinishi. 19 ga 145 ming yurgan deyishdi akalarimiz, o'zingizlar ham eshitdinglar. Qolgan ma'lumotlarni hozir aytib o'tib ketamiz. Aka, motor ходовой korobka zo'r, xudo xolasa. Umuman rasxod yo'q. O'z mashinani akalar holati ham yaxshi ekan. Mana kelib turib o'zingizlar ham. Mana chizilgan, netgan joylari yo'q, kelib turib ham o'zingizlar bir qator. Mana ko'rib turibman, bilasizlar. Gen bo'ladi. Gen chiqaveradi. Krasa kaltagicha aka buni. To'rtta joyda jinni petnos. To'rtta joyda petnosi bor. 19. Narxini 6800 deyapsizmi? 6800 kami bor. Savdosi bo'ldimi aka? Qancha qilishdi? 6000 patologiya akalar 6400 ga berilmabdi. Variant barter bank yo'llarmi? Bank qilib olsa bo'ladi. Variantga chiqmaydi. 1-2 oy molimiz sot, qo'yimiz sot degan kutib ham turilaveradi. Ekan gen chiqaveradi deyapsiz. Gen chiqaverar ekan akalar. Hakamning mashinasi ekan. Telefon nomeringiz aka?
94lik 071 071 01 01 26 26 raqamlariga akalar aloqaga chiqaramiz. Aka rahmat. Shu bilan akalar Spark qatoridagi videolarimiz tugadi. Iloji boricha obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, kanalga obuna bo'lib, xullas like tugmasini bosib qo'yamiz. Ko'pchilik videoda ko'ryapti, akalar like'lar kam, kommentariy yozmayapsiz. O'z fikringlarni akalar kommentariyaga yozib ketinglar. Sog' bo'ling, omon bo'ling.